Assalomu alaykum aziz shodolari, yoshlar olami kuzatuvchilari. Bizda torflarimiz keldi. Kisli torfimiz ham, neytral torfimiz ham bor. Rossiyaniki yaxshi torflardan kimga kerak bo'lsa, verxavoy torf bu. Gullaringga, misol gullarga tushunmaydigan yangi gul boshlovchilar uchun grunt ham tayyorlab beramiz. Plyusga moslab xohlagan sortingizdagi gullarga, masalan, menga anchurim uchun kerak yoki aglanimalarim ko'p, yo sansevieralarim ko'p, yo mesniy oddiy gullarim ko'p desalaring, nimalaringga yarasha grunt tayyorlab beramiz. Gulni holatiga qarab. Hamma joyga dastavkamiz bor, narxlari rosa zo'r, juda arzon, bemalol nima qilishlaring, zakaz bersalaring. Manzil oldin aytib o'taman, Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar. Telefon nomerimiz 91 666 89 82. Bemalol Telegramdan yozsalaring bo'laveradi. Telefon qilinglar yoki agar ko'tarmasangiz SMS yozinglar, chiqarib beramiz hamma joyga. Arzon pochtalar bor, uzoq joylarga arzon pochtadan, yaqin atroflarga taksidan chiqarib beramiz. Bu torfimiz. Xo'p, keyin shunaqa lichuzapponimiz ham bor. Buni endi nima ishlatganlar biladi. Mana lichuzaponlarim bor katta ob'yomda. Ko'proq oladigan sotuvchilarga narxini arzonlashtirib beramiz. Kimga kerak bo'lsa bulardan ham bor. Xo'p, keyin kokosli g'ishtlarimiz ham bor, 5 kilolik. Kimga kerak bo'lsa, mana kokosli g'ishtlarimiz, keyin asmakotlarimiz ham bor. Mana buni litrlab ham beraveramiz, g'ishtini ham beraveramiz. Kimga kerak bo'lsa, buni uyutib turib ishlatiladi, 5 kilolik bo'ladi. Xo'p, mana asmakotimiz 9 oylik. Gullaringga ozgina miqdorda shundan solib qo'ysalaring, juda ham zo'r bo'ladi. Sababi ozuqa har doim ham bir xilda bera olmaysizlar. Asmakot o'zi har suv quyganlaringda yemirilib, qobig'i gulga ozuqa bo'ladi. Hamma gulga solsalaring, gullaring bari sarg'ayib ketavermaydi. O'sishdan to'xtamaydi, barlar kichrayib ketmaydi. Mana shundan solib qo'ysalaring yaxshi. Qo'shimcha yana ozuqa beraveradilar bu. Hali har ehtimolga qarshi, lekin solisi juda zo'r. Bundan ham bor, kiloga ham, gramga ham sotamiz. Keyin kokosli chipsimiz bor. Bular yangi keldi, hali ochganim yo'q. Shuning uchun naqa nimalari, qadoqlari ochilmagan. Kokosli chips mana shunaqa bo'ladi. Bu asosan antiviruslar uchun, spatifilmlar uchun, zamiyalar uchun zo'r, orxideyalar uchun ishlatiladi. Kokosli chips o'rtachalik. Jam mayda ham emas, yirigi ham emas, zo'r. Bundan ham bor. Kimga kerak bo'lsa, olsalaring bo'laveradi. Bor yana. Hali bor. Bahorga, bag'iga cho'pnaqamiz bor. Vermikulitimiz ham bor. Vermikulitimiz o'rtachada, sal yirikroq nima variantga. Yirikroqqa o'xshayapti. Joy yirik bo'lsa ham maydaroq ekan. Buni ham ochamiz. O'shaning uchun hozir ko'rsata olmayapman. Keyin perlitimiz ham bor. Oq perlitimiz oppoq bo'ladi. Hozir yangi kelganicha endi ochyapmiz. Mana perlitimiz. Bunda misol gullaring shuni o'ziga gullaring chirinki qilsalaring ham bo'laveradi. Sababi ildizni zo'r orttirib beradi, suvni yaxshi ushlaydi, bir xil me'yor ushlab turadi. Ortiqcha suvni naqa qilib yuboradi. Keyin havo o'tkazuvchanligi, hamma narsa yaxshi, yengil bo'lgani uchun ildiz tez chiqaradi. Shuning uchun o'ziga eksalaring ham bo'ladi. Hamma gullarni gruntiga solinadi perlitimiz. Vermikulit ham gruntga solinadi. Havo o'tkazuvchanligini yaxshilab beradi. Minerallari bor bo'lsa, suv havoda grunt unumdor, havo qattiq bo'lib qolishini oldini oladi. Ortiqcha suvni shimib chiqarib olishga harakat qiladi. Mana shunaqa maydaroq, yirgan emas, mayda emas, o'ta yaxshisi nimamiz. Keyin bundan tashqari seramiklarimiz bor. Hamma guldor ozuqalarimiz ham bor. Keyin Gollandiyadan yangi gullarimiz kelyapti. Xudo xohlasa u haqida ham video chiqaramiz. Kimga kerak bo'lsa shunaqa guruhlarimiz bemalol aloqaga chiqinglar. Yana bir bor aytib o'taman, 91 666 89 82 hamma joyga dastavkamiz bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.